Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun 18-iyun, hafta kuniga chorshanba. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimiz boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Demak, biz boshladik. Bugunga 7 bosh xunojin keldi. 9 ta edi, ikkitasi videoda oldin sotildi. Hozir 7 ta qoldi. Mana 7 ishtilarni ko'rib turibsizlar. Somon tert beryapmiz bularga. Chunki bizdan olgan odamda ko'kka imkoniyati bo'lsa, ko'k berib bemalol boqaveradi. Agar ko'kka imkoniyati bo'lmasa, somon beraveradi bemalol. Sog'liklari hammasi joyida ekan. Kamchiliklari yo'q. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerlarga aloqa chiqishlaring mumkin. Telegram, WhatsApplar ishlab turadi. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Zo'rlaridan keldi bu safar ham. O'tgan safar qilingan videolarimizdan bitta u ikkinchida turgan xunojinimiz qoldi. Qolgani hammasi sotilib ketdi, Xudoga shukr. Ko'pchiliklar telefon qilib novvosha so'rashyapti. Novvoslar narx-navolar yana qo'shilib qoldi. Mana hayitdan keyin o'zlaring bilib turibsizlar. Shuning uchun olib kelganimiz yo'qsa, yo'liga tushib qolsa, olib kelib turamiz 2 ta 3 ta qilib. Shuning uchun hozir hammasi xunojin. Bo'y bastilari ham yaxshi, haligacha kichkina emas. Hurmatli obunachilar, o'zlaring bilasizlar, qo'y mollarni videoga olinsa, telefonda kattaroq ko'rinishi mumkin. Shuning uchun metrlab bo'y basini aytiladi. Bo'y odamga qo'ydi ham, moldi ham, misol qo'ydi ham 60, 70, 80 deyilsa, o'sha razmer chiqadi. Mollar ham xuddi shunday. Bo'y basini aytamiz. Telefonda katta ko'ringan ekan deyishyapti ko'pchiliklar. Shuning uchun imkoniyat bo'lsa, kelib tepasida savdo qilgan yaxshi. Yo'q, uzoqroq masofa, uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, bo'yini aytamiz. Ham taxmin mo'ljallab bemalol sinab oldin ko'rib olinglar qanday mol bo'lishi mumkin degan. Shuning uchun aytamiz, telefonda kattaroq ko'rinadi deb. Bularni vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari mutlaqo tekin boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Mollarimiz o'zlari ham hammasi vodiyda mollarim, Qashqadaryo yoki Surxondaryo, Voha, Toshkent emas, bular o'zimizning mesni shaydi mollari. Tomonda mollari ham yaxshi, lekin biz borganimiz yo'q, shuning uchun aytib o'tyapmiz. Shaydi o'zimiz vodiyli mollar. Bo'y bastilari ham birdan baland, hammasi birdan baland. Biri 5, biri 10, eng kami 1 chiqishi mumkin, lekin hammasi birdan baland. Narxlari ham o'shanga yarasha. Hop, narx-navolarini eslatib o'tamiz. Hop, mana shved xunojindan boshlaylik. 1 pilusga olaverasizlar. Uzunliklari ham zo'r. Kamchiliklari yo'q. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan. Hop, bu uchalasi 1 yoshdan o'tgan. 9,5 million so'mdan mana shu qora ekalasini qilib beramiz. 9,5 million so'mdan. Bo'ylari birdan baland. Mana buniki 1.5 chiqsa kerak. E'tibor beramiz. 9,5 million so'mdan dastlabki xizmatlari ichida. Mana busini 10 million so'mga qilib beramiz. Misol ularga qaraganda gavdalikroq ham narigilarda yemlayman degan odam bo'lsa, bular mana buni yetalab yuraman degan odam oladi. Chunki shoxlari yo'q, oqtumshoq zo'rlaridan. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bu shayda bo'lsalaring bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Plakasda tashlab beraveramiz. Qiziqqanlar Telegramdan aloqa chiqsalarini plakasda tashlab beramiz. Yon atrofimizda bo'lsalar bemalol ko'rib ketishlari mumkin. Xo'p, bu uchalasining narxini aytdik. Mana bu to'talasiga mana 9 million so'mga beramiz mana shuni.
Bozordan lekin arzon aytilyapti. Doim aytaman, bozordan eng arzon. Chunki kanal rivoji uchun bo'lyapti bu narsalar. Bozorda balandroq sotyapman. Bu kanalga qo'yilgan narxlarga qaraganda bozorda balandroq sotiladi. Hop, mana busini 8,5 million so'm. Mana shu yerda. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Hop, mana busi mana olasi 9 milyon 300 ming so'mga qilib beraman mashina. Hop, mana busini 7,5 million so'm. Buni boshida bir oy oldin aytgan edim, bu hali sotmayman deb. Chunki ko'ngilda emas edi, yedi ishchilari, mana Xudoga shukr. Zo'r. Polni licheniyalarni qildirib, hammasini zo'r bo'lib qoldi endi. Bemalol sotaveraman. Qo'shnimga sotsam, kimga, oshnamga sotsam, xudo xolosa uyalib qolmayman. Chunki polni nima licheniya kerak bo'lsa, hammasi qilingan. Issiqlashga qarshi, boshqaga qarshi. Xudo xolosa endi yaxshi, mana o'zgarishlari, bitga narsaga qarshi, tashqi ichki parazitlarga qarshi hammasi ko'r dorisi bo'lgan. Iminni mana shu birinchida turgan molimizda. Aloqa chiqaverasizlar. Oldi tomondan ko'rinishi haligi 9 million degan onajinimizda. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimiz rivoji uchun poddesh turasizlar. Do'st birodarlarga, chorva qiziqadigan do'st birodarlarga poddelisa qilib poddeshkada bo'lib turasizlar, xudo xolasa. Bular hammasi chorva qiziqadigan do'stlar uchun bo'ladi bu video syomkalar. Hurmatli akalar, ukalar, kanalimiz a'zolari, mehmonlari, shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Oilalaringga fayz baraka tilaymiz Allohdan. Chorvalaringga baraka tilaymiz. Qilayotgan ishlaringga fayz baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga doim nasib qilsin.